Islom sivilizatsiyasining minuslarini hali hech kim aytmagan bo'lsa kerak. Ana endi videoni oxirigacha ko'ring. Minus va pluslar haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot beraman. Birinchi minuslardan bittasi yangi ochilgan joy bo'lgani uchun juda ham odam ko'p va turistlar ham juda ko'p. Va undan tashqari umuman farzandinglar bilan kelishni tavsiya qilmayman. O'zim farzandlarim bilan kelib juda ham afsuslandim. 8 da kiradigan o'chirtimizga 7 da turib, soat 8:30 da kirdik. Bu degani 1 soat 1,5 soat ko'chada o'chirti kutdik. Talpalarni gapirmasa ham bo'ladi. Kirish narxi bo'lsa 60 ming so'm. Farzandinglar bilan kelsanglar, kalaskalari ham bor, lekin albatta kalaskaga ham o'chirta turasizlar. Va yana ba'zi bir xodimlarning muomalasi juda ham nol, qo'pol, hammani jerkib baqirib tashlashyapti. Lekin yaxshi ishchilik yo'q degani emas, juda ham muomalasi zo'r bo'lgan xodimlar ham bor ekan. Ana endi plyus taraflariga keladigan bo'lsak, ichkariga kirishimiz bilan bizning qulog'imizga shunaqangi naushnik berishdi. Sababi bo'lsa, bizga tushuntirib beradigan odam diktor deydimi, yo'lboshchi deydimi, xullas bilan ovozlarini to'liq eshitishimiz uchun shunaqa naushniklarni taqib oldik. Va yana eng katta plyuslardan bittasi bu Qur'on zali bo'ldi. Shunaqangi chiroyli, shunaqangi zo'r. Qur'on zalidagi aytilgan azon, suralar odamni shunaqangi o'ziga jalb qiladi. Menga hammasidan ham ko'ra shu zali juda ham yoqdi. Agar kelsanglar ham arziydigan tarafi faqatgina shu Qur'on zali bo'ladi. Aytgancha kechki soat 7:30 atroflarida 3D ni tekinga bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Menga yoqqan tarafi o'sha ham bo'ldi. Tepa-tekin va juda ham qiziqarli. Kelish kelmaslik o'zingizga bog'liq. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.